Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Men bugun o'z qalbimni sizga ochmoqchiman. Odam qachon o'zini o'lik his qilishni boshlaydi? Nafas olishdan to'xtagandami? Yo'q. Sizni hech kim ko'rmay qo'yganda o'lasiz. Men yillar davomida tirik murda edim. O'z uyimda, o'z erimning yotog'ida. Katta dabdabali yorug' uyimiz bor edi. Ammo ichi muzdek. Erim Sanjar uchun men shunchaki chiroyli buyum edim. Mehmonlar kelganda ko'rsatiladigan qimmatbaho qo'g'irchoq. U menga pul berardi. Mashina olib berardi. Lekin ko'zlarimga qaramasdi. Hech qachon dardu hasratimni so'ramasdi. Ruhim qafasda chinqirardi. Lekin ovozimni o'zimdan boshqa hech kim eshitmasdi. Tishimdagi chidab bo'lmas og'riq meni o'sha klinikaga olib bordi. Oddiy, zerikarli kunlarning birida. Yomg'ir shivalab yog'ib turardi. Klinika eshigini ochib kirdim. Oq devorlar, dori hidi, asabiy muhit. Meni qabul xonasiga taklif qilishdi. Kresloga o'tirdim. Ko'zlarimni yumib og'riqning o'tishini kutdim. Shu payt xonaga u kirdi. Doktor Rustam. Uning qadam tovushlari qandaydir ishonchli, og'ir edi. Ko'zlarini ko'rdim. Tibbiy niqob ortidagi timqora, chuqur ko'zlar. Yuragim birdan g'alati urib ketdi. Bu qandaydir jismoniy reaksiya emasdi. Ruhim uyg'ongandek bo'ldi. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u. Ovozida shunday muloyimlik bor ediki, yig'lab yuboray dedim. U menga yaqinlashdi. Yuzimga chiroqni to'g'riladi. Barmoqlari yuzimga tegdi. Lateks qo'lqopning sovuq hidi emas. Uning barmoqlaridan iliq erkakchasiga ishonch isi kelardi. Har bir harakati ehtiyotkor. Go'yoki men shishadan yasalganmandek. U tishimni davolardi. Lekin men uning barmoqlari yuzimda siljishini his qilardim. Nafasi yuzimga urilardi. Men ko'zimni yumardim. Ammo ongimda faqat u bor edi. Og'riq qayoqqadir yo'qoldi. Uning o'rnini butunlay boshqa, shirin bir his egalladi. O'sha kuni uyga qaytdim. Oynaga qaradim. Yuzimda qizarish bor edi. Ko'zlarimda uchqun. Men yillar davomida bunday yashnamagan edim. Sanjar kechasi uyga keldi. Charchagan, asabiy. Menga qaramay ovqatlandi. Telefoniga tikilib yotdi. Men uning yonida bir to'shakda yotardim. Lekin oramizda butun boshli okean bor edi. Men ko'zimni yumdim va doktor Rustamning o'sha qora ko'zlarini esladim. Uning yuzimga tegingan issiq barmoqlarini. O'zimdan nafratlanib ketdim. Men erli ayolman. Qanday qilib boshqa erkakni o'ylashim mumkin? Vijdonim meni tinmay azoblardi. Ammo ertalab bo'lishini, yana klinikaga borishni o'lgudek xohlardim. Ikkinchi uchrashuvimiz. U meni ko'rib jilmaydi. Niqobini yechdi. U shunday kelishgan, shunday sokin ediki. Bugun ancha yaxshisiz, dedi u ko'zlarimga tikilib. Men uning nigohiga dosh berolmadim. Boshimni egdim. Muolaja tugagach, u qo'ltiqda yog'imdek bo'lib qolgan sumkamni olib berdi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Xuddi tok urgandek bo'ldi. Ikkimiz ham qotib qoldik. U qo'lini tortmadi. Men ham. Biz bir necha soniya bir-birimizga termulib turdik. Klinika ichidagi shovqin, tashqaridagi mashinalar ovozi o'chib qoldi. Faqat uning nafas olishi eshitilardi. Sizni shunchaki bemor deb qabul qilolmayapman, Madina, dedi u birdan. Ovozida qandaydir og'riq bor edi. Yuragim qafasini yorib chiqmoqchi bo'ldi. U mening ismimni shunday aytdiki, ismim qanchalar chiroyli ekanini endi bildim. Men qochib ketdim. Uyga qanday yetib kelganimni bilmayman. O'z xonamga qamalib, ho'ngrab yig'ladim. Bu nima o'zi? Nega aynan men? Nega hozir? Oradan 3 kun o'tdi. Men klinikaga bormadim. O'zimni tiydim. Lekin har soniya u haqida o'ylardim.
Kechasi yomg'ir yog'ayotgan edi. Telefonim jiringladi. Noma'lum raqam. Men sizni kutaman. Klinika oldidagi qahvaxonada. Soat 8 da. Ovozini darhol tanidim. Bormasligim kerak edi. Aql menga to'xta derdi. Lekin oyoqlarim o'zimga bo'ysunmadi. Qahvaxona jimjit edi. Burchakdagi stolda u o'tirardi. Qora palto kiygan. Meni ko'rib o'rnidan turdi. Men uning qarshisiga o'tirdim. Biz uzoq jim qoldik. Nega keldingiz? So'radim qaltiroq ovozda. Chunki sizsiz nafas ololmayapman, dedi u. Uning bu qadar ochiq, bu qadar jasur ekani meni qo'rqitdi. Lekin shu bilan birga o'ziga tortardi. U mening qo'llarimni ushladi. Sanjarning muzdek qattiq qo'llaridan butunlay farq qilardi. Rustamning kaftlari issiq va yumshoq edi. Men qo'limni tortmadim. Uzoq suhbatlashdik. U mening dardimni, ichimdagi qamoqni, erimning beparvoligini bitta nigohdan tushunib yetdi. Meni tushunadigan odam topilgandi. Biz tashqariga chiqdik. Yomg'ir kuchaygan edi. Soyabon ostida ikkimiz. Juda yaqinmiz. U menga o'girildi. Qorong'i ko'cha. Hech kim yo'q. U mening yuzimni hovuchladi. Bosh barmog'i bilan labimni ohista siladi. Men qarshilik qilmadim. Aql butunlay o'chgan edi. U asta egildi. Lablari labimga tegdi. Bu shu qadar nozik, shu qadar ehtiyotkor bo'lsa ediki, men erib ketdim. Bu ehtirosda jismoniy harislik yo'q edi. Unda yillar davomida kutilgan mehr, sog'inch va tushunish bor edi. O'sha tunda men ilk bor o'zimni ayoldek his qildim. Tirik, kerakli va sevimli ayoldek. Ammo qalbimning bir chetida dahshatli aybdorlik hissi uyg'ondi. Men xiyonat qildim. Oradan oylar o'tdi. Biz uchrasha boshladik. Yashirincha. Qo'rquv va ehtiros aralashgan uchrashuvlar. Men o'zimni goh malikadek, goh jinoyatchidek his qilardim. Uyga kelganda Sanjarning ko'ziga qaray olmasdim. Sanjar esa hamon o'z ishlari bilan band edi. Men u uchun bor yo'g'i qulay uy bekasi edim. Lekin men endi o'sha bo'ysunuvchi Madina emasdim. Men sevib qolgandim. Rustam menga butunlay boshqa dunyoni ko'rsatdi. U men bilan soatlab gaplashar, kitoblar o'qib berar, sochimni silab uxlardi. Bizning muhabbatimiz go'zal, ayni paytda o'lgudek xavfli edi. Har lahzada sochilishi, parda yirtilishi mumkin edi. O'yin qoidasi juda qattiq edi. Kuzning sovuq kunlaridan biri edi. Sanjar ish safaridan barvaqt qaytdi. Men oshxonada choy tayyorlayotgandim. U g'alati, asabiy ohangda xonaga kirdi. Kostyumini stulga otdi. Menga yaqin keldi. Boshini egib bo'ynimni iskaladi. Yillar davomida bunday qilmagandi. Badanim jimirlab ketdi. Qo'rqib ketdim. Sendan qanaqadir yot hid kelyapti, dedi u past, bo'g'iq ovozda. Yuragim to'xtab qoldi. Rustamning atir hidi. Men ataylab atir sepmagandim, lekin uning hidi kiyimlarimga o'rnashib qolgandi. Do'konga chiqqandim, o'tkinchilardan yuqqandir, dedim o'zimni yo'qotmay. Sanjar ko'zlarimga uzoq tikildi. Hech narsa demadi. Lekin uning nigohida shubha urug'i unib chiqqandi. Shu kundan e'tiboran uydagi havo og'irlashdi. Sanjar o'zgardi. Men uning ko'zlarida yashirin kuzatuvni his qilardim. Rustam bilan uchrashish tobora qiyinlashardi. Men unga xavf haqida aytdim. Ketamiz, dedi Rustam ko'zlarimga qarab. Hammasini tashlab men bilan ket. Boshqa shaharga. Men seni o'zim halol qilib olaman. Bu taklif meni esankiratib qo'ydi. Sanjarning puli, obro'si bor edi. U meni shunchaki tinch qo'ymasligini bilardim. U mol-mulkini qizg'angandek meni qizg'anardi. Agar bilsa, ikkimizni ham yo'q qiladi. Lekin Rustam bilan ketish. Bu mening eng katta orzum va eng qora qo'rquvim edi. Men arosatda qoldim. Bir oqshom Sanjar menga qarab, bugun uyga mehmon keladi, eng yaxshi ovqatingni tayyorla, dedi. Uning ovozida nimadir sovuq narsa bor edi. Men doimgidek dasturxon tuzadim.
Chiroyli ko'ylagimni kiydim. Soat 8 da eshik qo'ng'irog'i chalinganda borib eshikni ochdim. Ostonada Rustam turardi. Qo'lida bir dasta atirgul. Mening miyamga qon urdi. Atrof gir aylanib ketdi. Rustam ham meni ko'rib qotib qoldi. Sanjar orqamdan keldi. Tanishinglar, dedi u jilmayib ohangida zahar bilan. Bu mening yangi biznes hamkorim Rustam. Men devorga suyanib qoldim. Nafas ololmasdim. Bu nima degani? Bu tasodifmi? Yo'q. Sanjarning nigohi hamma narsani aytib turardi. Stol atrofidagi o'tirish haqiqiy do'zax edi. Sanjar go'shtni maydalab kesar ekan, shunday dedi. Rustam, bilasanmi, mening xotinim juda sadoqatli. U hech qachon mendan ruxsatsiz hatto ko'chaga ham chiqmaydi. Men ovqat yeyolmadim. Rustamning yuzi oppoq edi. U menga qaramaslikka harakat qilardi. Lekin qo'llari titrayotganini ko'rdim. Sanjar o'yinni davom ettirdi. U qadahni ko'tarib, oila sirlariga, hech qachon fosh bo'lmaydigan yolg'onlarga dedi. Bu ochiq urush e'loni edi. Sanjar hammasini bilardi. Qanday qilib? Qachondan beri? Miyam bu savollardan yorilib ketay derdi. Men tuzoqqa tushgan hayvondek qaltirardim. Mehmon ketgach, uyda dahshatli sukunat hukm surdi. Sanjar televizor pultini olib divanga o'tirdi. Men oldiga bordim. Sen bilasana, dedim shivirlab. Sanjar menga sekin o'girildi. Uning yuzida nafrat aks etgandi. Sen meni ahmoq deb o'yladingmi, Madina, dedi u past ovozda. Sening har bir qadamingni bilaman. O'sha klinika, qahvaxona, yomg'ir ostidagi o'yinlaringni ham. U stol tortmasdan bir dasta surat oldi va yuzimga otdi. Suratlarda men va Rustam. Mashina ichida, qahvaxonada. Men polda sochilib yotgan suratlarga qarab yig'lay boshladim. Meni kechir, deb yolvordim men. Lekin Sanjar kuldi. Uning kulgusi asabiy va qo'rqinchli edi. Seni kechiramanmi? Men senga nima qildimki, ko'chadan it qidirib ketding? Senga pul kammidi? Kiyim kammidi? U menga baqirardi. Men eshik tomon qochdim. O'z xonamga kirdim. Tuni bilan ko'z yosh to'kib chiqdim. Ertasi kuni ertalab telefonim jiringladi. Rustam. Madina, u tunda oldimga keldi. Klinikamni tortib olish bilan tahdid qildi. Senga teginmadimi? Ovozida dahshat bor edi. Men jim edim. Rustam qo'rqayotgan edi. Erimning kuchi va pulidan. Shu soniyada men uning ovozida oldingi ishonchni, qahramonlikni eshitmadim. U ham ojiz inson edi. Va bu ojizlik meni og'ritdi. Hamma narsa barbod bo'layotgan bir paytda hayot menga eng qattiq zarbani hozirlagan ekan. 3 kundan so'ng o'zimda g'alati o'zgarishlar sezdim. Bosh aylanishi, ko'ngil aynishi. Eydsanaga qochdim. 2 chiziq. Men homilador edim. Yuragim qinidan chiqqudek yulqindi. Bu Sanjardanmi yoki Rustamdan? Men bilmasdim. Chunki men xiyonat bilan birga erimning yotog'ida ham yashashga majbur bo'lgandim. Bu shunchaki sharmandalik emas, bu oxirat edi. Men devorga suyanib pastga sirpanib tushdim. Agar Sanjar bilsa, u meni o'ldiradi. Agar Rustam bilsa, u nima qiladi? Men shu darajada chorasiz edimki, o'lim eng oson yo'l bo'lib ko'rinardi. Rustam bilan shahar chetidagi eski bog'da uchrashdik. Men unga xushxabarni emas, o'lim hukmimni aytgandek aytdim. Men homiladorman. Rustamning yuzi o'zgarib ketdi. U qo'llarimni qo'yib yubordi. Bir qadam orqaga tisarildi. Uning ko'zlarida umid o'rnini vahima egallagan edi. Mendanligiga ishonching komilmi, deb so'radi u duduqlanib. Shu bitta savol yuragimni teshdi. U shubha qilardi. U javobgarlikdan qochardi. O'sha meni jondan sevgan, yomg'irda bag'riga bosgan romantik inson birdan oddiy, qo'rqoq erkakka aylanib qolgan edi. Balki Sanjarga aytarsan.
Baribir u sening qonuniy ering, dedi u past ovozda. Miyamda narsalar uzilib ketdi. Men uni tushundim. Hammasini tushundim. Sanjar meni ashyo sifatida qafasda ushlagan bo'lsa, Rustam ham meni faqat chiroyli ehtiros o'yinida sevgan ekan. Haqiqiy muammo, chinakam xavf kelganda ikkisi ham meni yakka qoldirdi. Rustam o'z karyerasi, o'z jonini o'ylab sarildi. Men unga jilmaydim. Ko'zlarim to'la yosh bilan jilmaydim. Bu achchiq, sovuq tabassum edi. Xavotir olma, doktor, dedim pichirlab. Bu bolaning senga aloqasi yo'q. Senga ham, unga ham. Men orqamga burildim. U ortimdan chaqirmadi. Qadamlarim og'ir edi, lekin har bir qadamda yelkamdan tog' ag'anardi. Men muhabbat degan yorqin sarobdan uyg'ongandim. Uyga qaytdim. Sanjar zalda aroq ichib o'tirardi. Uning ko'zlari qizargan. Meni ko'rib jilmaydi. O'ynashingdan qaytdingmi? U seni haydadimi? U o'zini g'olib his qilardi. U Rustamning qo'rqoq ekanini bilgan va shuning uchun uni uchrashuvga chorlagan ekan. Menga o'zimni ko'rsatish uchun. Men indamay xonamga kirdim. Chemodanimni oldim. Faqat o'zimning eski kiyimlarimni soldim. U olib bergan hech narsani olmadim. Zalga chiqdim. Sanjar qotib qoldi. Qayerga ketyapsan? Sen hech qayerga borolmaysan. Sen meniksan, deb baqirdi u. Men uning ko'zlariga tik qaradim. Unda endi mendan qo'rqinch yo'q edi. Men yillar davomida bu ko'zlardan hayiqib yashagan edim. Endi esa faqat rahmim kelardi. Men hech kimga tegishli emasman, Sanjar. Men narsamasman. Rustam o'z nafsi uchun keldi va ketdi. Sen esa o'z xudbinliging qurbonisan. Men bu o'yindan chiqyapman. U stolni tepib yubordi. Yonimga yugurib keldi, lekin menga teginishga botinmadi. Chunki mening nigohimda olov bor edi. Men uni yenggan edim. O'z qo'rquvimni yenggan edim. Men qornimni siladim. Bu faqat mening bolam edi. Mening yangi hayotim. Men eshikni ochib tun qa'riga qadam qo'ydim. Tashqarida izg'irin shamol esardi. Havo sovuq, lekin musaffo edi. Men yig'lamadim. Ortga qaramadim. Men ikkita zaharli erkakning hayotidan chiqib ketdim. O'zimning gunohim va adashim uchun eng og'ir tovonni to'ladim, yillarimni yo'qotdim. Ammo o'zimni topdim. Ba'zida chiroyli tabassum ortida qotil yashirinadi. Ba'zida qattiq qo'rquv ortida qahramonlik. Men o'sha xatoni qilmaganimda, balki bir umr Sanjarning qafasida jim jonga kirib o'lib ketgan bo'lardim. Xiyonat meni og'ritdi, sindirdi, lekin oxir-oqibat uyg'otdi. Endi men nima qilishni bilmayman. Qayerga borishni bilmayman. Ammo bilgan bitta narsam bor, men erkin nafas olyapman. Qo'rqmasdan. Yolg'onsiz. Sizchi? Siz o'z hayotingizda qachon oxirgi marta erkin nafas oldingiz? Atrofingizdagi tilladan yasalgan qafaslarga qarang. Siz sevgi deb o'ylagan narsa ehtimol sizni bo'g'ayotgan zanjirdir. Hech qachon o'z qadringizni birovning qo'liga tutqazmang. O'zingizni qutqaring. Qorong'ilikdan yorug'likka qadam tashlash faqat o'z qo'lingizda. Hikoyam shu yerda tugaydi. Mening yangi hayotim esa endi boshlanmoqda.